Skolioz kasalligi umurtqa pog'onasining yon tomonga qiyshuvligi va umurtqalar torsiyasi bilan belgilanadi. Bundan kunga bu bemorlarning soni ko'payib ketyapti. Bu ko'rsatkich hozirgi kun kelib 8-9% gacha yetyapti. Bu kasallikning 3 ta davr bo'ladi. O'sadigan birinchisi maktabga chiqishdan oldin 5-6 yosh yoki 6-7 yoshda, keyingisi eng qiyini 12-14 va 17-18 yoki 18-19 yoshlarda bu kasal avjiga chiqish ehtimoli katta bo'ladi. 30 dan ortiq bu kasallikning turlari bor. Eng ko'p tarqalgani idiopatik skolioz, aniqlanmagan sabablarga ko'ra kasallikning rivojlanib ketishi aniqlanadi. Bundan tashqari tug'ma skolioz, displastik skolioz, sindromal skolioz, joylashgan joyi bo'yicha yuqori ko'krak bel sohasi, simon murakkab skolioz va S-simon total turlari mavjud. Qomatni buzilishi bu kasallik emas. Skolioz bu kasallikga kiradi. Avjiga chiqqan sari kasallikning 4 ta darajasi bo'ladi. Kasallik rivojlangan sari 3-4 darajaga borib qovurg'a do'ngligi va undan keyin qovurg'a bukurligiga o'tib ketiladi. Davo muolajalari 2 xil bo'ladi. Birinchisi konservativ davolash usullari, ikkinchisi operativ davo muolajalari hisoblanadi. 25 yildan beri xirurgik davolash bilan shug'ullanamiz. Asosiy maqsad qiyshuvlikni to'g'irlash va qovurg'a bukurligini olib tashlashdan iborat bo'ladi. 3 kungacha mingdan oshiq bemorimiz o'tdi. Operativ jarayon bo'yicha, konservativ davolash bo'yicha ko'rsatkichlar juda ham ko'p. Asosiysi bu kasallikni davolasa bo'ladi. Qancha vaqtlik ko'rikdan o'tkazib tashxis qo'yib olsak, shunda bu kasallikni oldini olgan bo'lamiz va yaxshi natijalarga erishamiz.